Xitoylar faxrlanib maqtanishadigan dunyodagi 7 cho'ng imoratning biri bo'lgan eng uzun qabristonlik Sadichin sepili nima uchun qurilgan? Sadichin sepili Xitoyning shimoliy-g'arbiga joylashgan bo'lib, uning umumiy uzunligi 8851 kilometr. Dunyodagi 7 cho'ng imoratning biri hisoblanadi. Bu sepil 2000 yillik tarixga ega. Yana buning dunyodagi eng uzun qabri deb nomi bor. Chunki bu sepilni selishga qatnashgan har 10 odamning 3i o'lgan va shu sepilga dafn qilingan. Bu sepilning hozirgidek bitishi uchun necha asr vaqt ketgan. Sepil selish qatnashganlarning soni 200 mingdan ortiq bo'lib, ba'zi rivoyatlarda 800 ming, ba'zilarida 2 million deyilgan. Sepil selish qatnashgan har 10 odamning 3i o'lgan bo'lib, shu sepilga dafn qilingan. Sadichin sepilining dastlabki qurilishi milodiydan 5 asr burunqi Yanjovching qatorliq 3 bagliklar davrida hunlarning hujumidan saqlanish uchun o'z territoriyasining shimoliy chegarasiga sepil selish bilan boshlangan. Shinshixuang milodiydan burunqi 214-yili Sangun Mintianga yarliq tushirib, sepilni bitirish vazifasini bergan. Sangun Mintian buyruqqa binoan milodiydan 5 asr burun Yanjovching bagliklarining shimoliy chegarasiga solingan sepillarni bir-biriga ulab, sepilni sharqda Shanxuygandan tortib, g'arbda Gansuning Mingshan noyasiga yetkazgan. Sepilning egizligi 7,5 metr. Har 500 metrda kuzatish munori bor bo'lib, u munarning egizligi 12 metr. Bu sepil to'pa, qizil xish va simotdan solingan. Xitoylar bu sepilni barbar, turk va mong'ollarning hujumidan saqlanish uchun qurganligini bayon qilgan. Ba'zi afsonalarida Xitoylarni har yili kelib qirg'in qilib bulab ketadigan, qon ichib odam go'shti yeydigan dushmanlaridan mudofialanish uchun qurilganligi bayon qilingan. Hunlarning qisqacha tarixi degan kitobda Sadichin sepilining Yanjovching qatorliq 3 bagliklar davrida hunlarning hujumidan saqlanish uchun o'z territoriyasining shimoliy chegarasiga sepil selish bilan boshlanganligi deyilgan. Xitoylarning bu sepilni kimdan qo'rqib salganligi va yoki nima uchun salganligi bu muhim emas. Muhimi u sepilni o'z davlatining chegarasiga salganligi. Ya'ni bizning vatanimiz Sharq Turkiston bu sepilning sirtida. Xitoy bizning ayrilmas bir qismimiz deb kelayotgan bu zamin ozod, mustaqil Sharq Turkiston.
u zaminda Uyg'ur, Qozoq, Tungan, O'zbek, Tojik, Tatar qatorliq musulmon millatlar yashaydi. Bu zaminning egisi ana shu musulmonlar. Bu haqiqatni Xitoylar maqtanib faxrlanishadigan Sadichin sepilim tasdiqlaydi. Xitoylar bu sepilni Xitoy xalqining emgakchan, farosatlik, qobiliyatli xalq ekanligini isbotlaydi deb maqtanishadi. To'g'ri, bu sepil ko'p narsalarni isbotlab turadi. Bu sepil Xitoy xalqining ishchan, farosatlik, qo'rqinchoq millat ekanligini isbotlagandan sirt, Sharqi Turkistonning Xitoylarning zemini emas, mustaqil zemin ekanligini isbotlab turadi. Bu sepil Sharqi Turkistonning Xitoylarning ayrilmas bir qismi emas, tarixiy dushmani ekanligini isbotlab turadi. Bu sepil bizning ajdodlarimizning duttorchi yoki usulchi emas, balki jangovar chavandoz ekanligini isbotlab turadi.